Menimcha, yaxshi texnikani hamma joyda yaratish mumkin, lekin aynan datada ishlashimning sabablaridan birisi bu yaxshi muhit, yaxshi kollektiv. Hammaga assalomu alaykum. Men Data xalqaro maktabi matematika fani o'qituvchisi Azizbek Matchanovman. Shu sohada ishlab bo'lganimga 7 yil bo'ldi. Men boshida abituriyentlar bilan ishlaganman 4 yil davomida. Bundan keyin 2 yil davomida Toshkentda SAT sertifikatini atkarish bo'yicha shug'ullandim. Toshkentdagi oxirgi 2 yilim davomida o'zimizni Xorazmdagi bolalar ham shu bilimni barasim kelib yuradi. Men bir narsaga so'yindim. Xorazmda xuddi shunday maktab ochildi deyildi. Shundan harakatimni boshladim beri o'tish uchun. Oxirgi 5 oy davomida bolalarga matematikadan dars berdim va biza xalqaro olimpiadagacha, ya'ni SIAMO xalqaro olimpiadasida faxrli o'rinlarni olish darajasigacha chiqib keldik. Dars o'tish davomida bolalarga interaktiv doskalardan foydalanib, qiziqlatib o'tishga harakat etamiz. Har xil o'yinlar tashkillashtiramiz, gruppalar bilan bellashuvlar tashkillashtiramiz. Bu bolalarda ko'proq shu fanga qiziqishini, e'tiborini sabab bo'lib turibdi. Masalan, har sinfda har xil levelda o'quvchilar bo'ladi. Kimdir avval o'qib kelgan kuchli bo'ladi, kimdir yaqinda o'rganib boshlagan bo'ladi. Biza ularning hammasini levellarga ajratdik. Ya'ni ular hammasidan test olib, middle, junior and senior gruppalar ajratib, shular bo'yicha az darslar o'tib turibmiz. Guruhlarni ajratganimizdan keyin bizada har oyni oxirida testlar bo'ladi. Bular bolalarga ko'proq motivatsiya beradi, guruhda qolishi yoki tushib ketishi, ko'tarilishini. Lekin har bir guruhni o'zine yarasha materiallar qo'yilgan, o'zine yarasha o'qituvchilar belgilangan va ular har bir o'quvchi bilan birma-bir individual ishlaydilar. Aynan datada ishlashimning sabablaridan birisi bu yaxshi muhit, yaxshi kollektiv. Bizada o'qituvchilar hammasi bilimli o'qituvchilar saylab olingan va bular bir-biriga har doim yordamga tayyor. Hammaga rahmat.